Assalomu alaykum hammaga. Bu video murojaatim barcha xalqimizga, o'zbekistonliklarga qo'llab-quvvatlashinglarni so'ragandek, bizni kutgandan ham zo'r natija berdinglar. Zo'r qo'llab-quvvatladinglar. Hammaga kattakon rahmat. Arenani bomba qilib to'ldirdinglar. Turnir o'tkazib oldik. Chiroyli bo'ylarni ko'rdik. Barchalarni xursand qilganimizdan biz ham xursandmiz. Sizlardan motivatsiya olib, keyingi turnirlarga biz yana tayyorgarlikni boshladik. Arenani 14 mingta odam to'ldirdi. Juda bomba bo'ldi, zo'r bo'ldi va bizning axlatlarimizni YouTube telekanallarimizda 5 milliondan oshiq prosmotrga ega bo'ldik. Instagram profillarimizda 110 million prosmotrga ega bo'ldik. Kattakon rahmat. Har bittanglarning e'tiboringizga kirganimizdan xursandmiz. Albatta, ish bo'lgan joyda kamchiliklar bo'ladi. Biz o'zimizdan ustimizda ishlaymiz va xato kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Sizlar kutgan narsalarni Xudo xolasa eng zo'rlarini taqdim etamiz. Men bu sizlar uchun va MMA muxlislari uchun yana yurishda oldinda davom etadi. Hammaga rahmat.